Hozir от меня вышла очень сложная пациентка, очень сложная. Отягощенный акушерский анamnez. Bularda birinchi homiladorlikda bepushtlik bo'lgan, birgalikda harakat qilganmiz. Patsientkam bilan unda Rossiyada yashardilar. И to'tiquncha nazoratimda bo'lganlar, inshaalloh, alhamdulillah qo'llariga olganlar. Hozir mальчик уже 4 года, 4 yoshdan ham o'tdi adashmasam. Bundan keyin 2 marta уже O'zbekistonga qaytishgan, ketma-ket homilani katta sroklarda yo'qotish. Ikkinchi homilaga ham birgalikda harakat qilganmiz. Homilador bo'lgandan keyin o'zlari по месту жительства o'sha uchutda turganlar. Juda ham ko'p упущенный momentlar. Birinchi homil kichkina srokda yo'qotganda bu boshqa narsa. No, katta 21-22 haftada bu homilani yo'qotish это juda ham ko'p faktorlarga bog'liq narsa. Поэтому homiladorlikka ikkinchisiga 1, 2, 3 narsalarni qilmasdan turib tayyorgarlik qilish kerak emas edi. O'sha analiz